Hozir biz sergilaydigan obyektimizga keldik. Bu yoqda bizda ish jarayoni ketyapti. Hozir sizlar bilan bitta ish jarayonini ko'rib chiqamiz. Yurishimizda katta hol qismimizda bu yerda biz iskuttunni kaminni obshivka qilib berganmiz. Tagida ham ikkita chetida tortmalari bor. O'rta qismi ochiq bo'lgan. Nimani hisobiga bitta iskuttundan har xil tutun chiqib turadigan kamin bo'ladi. Xudo xolasa bitish jarayonida to'liq sizlarga ma'lumotlarni yetkazamiz. Bu xonamizda zal qismimiz. Bu yoqda biz devori полный obshivka qilib beryapmiz mebeldan. Hammasi 3D dizayn asosida. Bizda oshxona qismimiz hali to'liq bitmagan. Tepalariga qora alyuminiy oynalar tushadi. Bu yoqlarda полный toshlar bo'ladi. Bu yoqda tosh bo'ladi. Xudo xolasa bir 15 kunlik hali ishi bor. 15 kunda bitganda xudo xolasa yaxshi bitta video olamiz. Bu xonamizda bo'lsa detskiy xona, hali to'liq bitmagan. Ikkita chetimizda xudo xolasa kravatlarimiz qolgan. Xudo xolasa ancha-muncha ishlari bitib qolgan.